Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Hurmatli obunachilar, juda ham ko'plab obunachilarimiz yozishgandi. Qo'y boqish haqida bir tajribali akalarimizdan bir maslahat olaylik. Qanaqa yo'nalishda qo'y boqsak yaxshi foyda qoladi-yu, qanaqa yo'nalishdan voz kechish kerak degan akalarimiz uchun bugun maxsus video bo'ladi. Juda ham ko'plab akalarimiz, vatandoshlarimiz tanishadi. Tajribali akamiz Zohidjon aka Hakimov xonadonlariga kelganmiz. Xudo xolasa video davomida chiroyli suhbat qilamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Charchamasdan. Kuzatib boramiz Hoji akamiz kanallarini. Obunachilaringizga salom. Juda ham chiroyli nimasi bo'ladi? Kerakli ma'lumotlar beryapsizlar sizlar ham. Haligi yosh katta qo'ylarni ham yemlashdi, bor kuzatib turaman-da, zo'r ma'lumotlaringiz. Xudo xolasa xalqimizga qancha foydamiz tegsa, mukofotini Alloh taolamiz. Inshaalloh, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, aka endi biz juda ham ko'plab akalarimiz bilan bo'lmasa xonadonlarda boqilyapti turgan mini fermalardan videolar qilamiz. Endi bari tajribali odamdan olgan boshqa baribir. Ustasi baribir usta. To'ppa-to'g'ri. Shunga ko'zimiz birinchi mana arashan qo'ylarga tushdi. Bir ma'lumotlarni o'zingiz bersangiz bilan boqilish qanaqa bo'ladi? Hozir endi uka asosiysi arashan qo'yga seleksiya yo'nalishi bo'yicha ko'pchilik e'tiborini qaratyapti. Bu yangi kirib kelayotgan qo'y boqish usuli. Shunaqa. Hali bo'rdoqchilik ham yonma-yon ketaverish kerak. Arashan qo'yni zot yo'nalish, seleksiya yo'nalishi bo'yicha ham olib borsa bo'laveradi. Ikkov tomonlama ham foyda yaxshiroq daromadi. Mana hozir seleksiya yo'nalishi bo'yicha 9 oy, 8,5 oylik arashan so'g'liqlarimiz. Endi men liniyali qo'ylarda ikkita liniyadan qilib olib kelganmiz. O'zimizdan ham tug'dirganlar bor. Misolda mana Qirg'izistondan olib kelingan 8,5 oylik qo'zilar. Hozir buni ko'rib turib, to'g'risi bo'g'oz deb o'ylashadi. Buni baqish usuli. Men ham bo'g'oz deb o'ylayman, boshqa o'ylarni ko'rib. 8,5 oy, 9 oylik. Endi hammani baqish usuli har xil, yo'nalishi. Hamma bilgandek baqadi deydi-yu, meni baqishim qo'zilar bo'lsa ham qorinli qilib baqaman. Mana sizdan hozir Vulqon apparatini sotib oldim. 50 mayda drabilka qildiraman, bedani. Sho'rxa. Sho'rxa bilan beda kepak. Qo'y bo'kmaydi. Qorin sohasi keng bo'ladi. Qorin sohasi keng bo'lgan qo'y sutni yaxshi ishlab chiqaradi. Ertaga bolani yaxshi baqadi. Bu sog'liqlarni shu yo'nalishda o'qasizmi yo'q qo'shqonlarni ham? Yo'q, sog'liqlarni hozir bu sog'liqlar qochishga tayyor bo'lyapti. Yana 4 oydan keyin qo'chqorga qo'shishga tayyor bo'ladi. Qonni yo'q, kichkina qo'y bo'lmaydi-da qochishga. Qonni katta, albatta. Nimasi bo'ladi, keng qo'y bo'ladi, keyin u bola baqadi. Bola beradi. Masalan, kecha kuni ham bir ikkita qo'y shinoslarimiz keldi. Qo'ylaringiz qorinlar semirtirib yoribsiz deyishdi, hammasi kelishib. Sekin qo'yni olib kelib ushatib qo'yganimdan keyin ushlab turib, qonni katta bo'lgan bilan ariqroq semirib yormabdi deyapti. Nimaga? Bu bola olib boqadigan qo'yni qorinli bo'lgani yaxshi. Sut ishlab chiqarishi zo'r bo'ladi. Shuning uchun sho'rxa mana sizlarni xudo xolasa apparatlaringdan bedalarni mayda qilib qirqib, oxiriga to'ldirib qo'yamiz. 24 soat yeb yotaveradi. 24 soat yem turadi. 24 soat sho'rxa bilan o't. Xo'p, endi bu qanaqa turga kiradi? Masalan, birinchi klassmi, ikkinchi klass, elitnimi, qanaqa turlarga kiradi? Bu yerda birinchi klass ham bor, mana qarang. Nimasi bo'ladi? Har xil turi bor-da, mana qarang. Qo'ylarni ham ko'rsatamiz, ha? Qo'ylarni ko'rsating. Mana bu yerda elita qo'yni ko'rsataylik, mana. Quloqlari. Bu quloqlari imperatorning qizi, mana. Qulog'i 21. Qulog'i 21, yana katta bo'ladi. 8,5 oy, 9 oylik qo'zi bu. Qo'zi bular. Qo'zi. Mana bunisi bor, mana bu. Rishad Gappazi qo'rasidan chiqib kelgan bu ham. Bu ham elitaga kiradi. Qulog'i 21, 22 mana buniki. Mana kallalari kichikroq. Quloqlari 19. Endi sal pasayyapmiz-da endi. Mana kalla kichikroq, quloq 19. Endi elitadan pastga qarab ketyapmiz. Ketyapmiz. Mana buni ko'ring. Bu ham mana kalla garbanoslari yaxshi. Mana kalla garbanos, quloq kengligi. Bu 7 oy, 8 oylik qo'zi. Bu endi hali kelajagi porloq. Xo'p, endi bu elitning narsalarni tug'ilgandayoq ajratsa bo'ladimi yo nechidir oy kerak? Yo'q, 4 oy, 5 oydan keyin ajraydi. Endi birinchisida o'zini ko'rsatadi, lekin endi 4 oy, 5 oyda o'zini ochilib boradi. Kilosini qo'shishi, nimasi bo'ladi? Kengliklari, oyoq yo'g'onliklari sekin e'tibor berib qaraverasiz. Mana xudo xolasa bularni nimasi bo'ladi? Maydan uje 3-4tasini mana bo'yi 90 bo'ldimi, 85 plus bo'ldimi, qo'chqor qo'shaverish kerak-da endi. 11 oy, 12 oy bo'lib qoladi.
u paytga qo'chqor qo'shaveramiz biz 85 plus bo'lganda. 90 уже нормальныйda endi bolaga, qo'shishga, qo'chqorga qo'shishga. Xudo xolasa. Xo'p, endi bularga beda beramiz deyapsiz-a? Ha, beda beramiz. Beda berar ekansiz, hurmatli obunachilar. Biz bu fermaga apparat olib kelib berganmiz. Zohidjon akamiz, akamizga xudo xolasa murojaat qilgan ekanlar. Dastlabki qilib berdik. Bir ishlatib ko'rsatib bersak nima deysiz? Bo'ldi, bu qo'chqorni olib qo'yasiz mana. Bu laqabi nima bu qo'chqorimiz? Bulatnoy degan qo'chqorimiz. Turja o'zi o'ta bulatnoy ekanlar. Qulog'i 24 pashti, 23,5, 24. Bo'yi birdan banana bular? Bo'yi 1.5. 1.5. 1.5. Mana hurmatli obunachilar, Mana bu yerda Namangandan kelgan Bo'tiyani o'g'li bor. havas qilganlarga hammamizga nasib qilsa, xudo xolasa yaxshi niyat qilsak. Mana 11-aprel kuni 1 yil bo'ladi tug'ilganiga. Buni. Yo'q. 11-aprel kuni 1 yil bo'ladi. Hali 11 oylik qo'zi. Kilosi 100 kiloni tevasida, bo'yi ham 95 plus, xudo xolasa. Bularni olinyapti, asosan nimalarga e'tibor berib olinadi? Masalan, biz kuzatuvchilarimiz ichida yangi boshlayapti turganlar bor-da. Uka baribir qon zotga qaraydi. Qaradi. Qaraydi. Mana shu ham Bo'tiya liniya, nari qo'yimiz. Bu qo'ydi, misol qo'chqorga qo'ydik. Bolalari sap-sariq, yo'g'on tushdi, opoqisiga o'xshab tushdi. Sharpedi liniyasida baribir. Keyin mana bu yaxshi dayushchi qo'chqor bo'ldi. Demak, o'zi qora bo'lgani bilan bolani zo'r beryapti. Bolani zo'r beryapti. Shuning uchun mana qonga qaraladi, qonga, liniyaga. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, biz o'sha mashhur Malibu Turbo apparatimizni olib kelib berganmiz. Qarang, Malibu Turbo. Endi masalan, qo'ylarning o'zining laqabi bor, Zohidjon aka. Biz ham hammasini tur-turiga ajratib, adashib qolmasligi biz uchun nomlab qo'yganmiz-da. Mashallah. Xudo xolasa aloqaga chiqqanda Malibu Turbo deb o'tkazsanglar, bir og'izda bilamiz inshaalloh. Brendda, brend. Albatta. Xo'p, apparatimiz 3 kilovat, 3 оборот, 220 ga ishlaydi. Xudo xolasa donam, xashak ham maydalaydi. Ya'ni universal apparat. Hozir inshaalloh ishlashlariga baho berasizlar. Xo'p, tokimiz. Yaxshi tok. Yomon emas, pastrog'i, lekin yomon emas. Ha. Vah, mazza ekan u, ha? Konkret ekan. O'rab qo'yamiz-da hali chiroyli qilib. Qani, mana ko'raychi. Razmer bo'ladimi Zohidjon aka? Vashchi zo'r. Umuman zo'r. Bo'ladi. Zo'r. Agar mobodo buni yirik deydigan bo'lsangiz, undan ham maydasi bormi? mana buni nasatkasini qo'yasiz, setkasini. Ha. Semichkani po'chog'iga o'xshatib chiqaradi. Voy, mashallah. Juda bo'larkan, qarang, agar don chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, xo'p, komplektda yorma setkalar bo'ladi. Siz zakaz qilgan ekansiz, buni setka qo'shimcha keldi. O'zi komplektda 4 ta setka bo'ladi. Donga 2 ta, xashakka 2 ta setkalar bo'ladi. Hozir buni tumalag'i nimada? Mana shu yerdan bir ko'rsatib o'tingda, men ham o'zim ham ko'p kuzataman, e'tibor bermasdim. Tumalaq qo'yasiz-ku. Nimasi? Qarang. Ustiga tumalaq, qopqog'ini qo'yiladi. Ha, uni ham o'rgatib ketdim. Nima ekan bu deyapman-da mana. Don solganingizda bo'lsa kerak bu. Don solganda ishlatiladi. Og'ziga kerakli setkasini qo'yiladi. Misol uchun. Ha, mana uni bunday ochganda ichiga tushaveradi. Zaslonka. Bu havo so'radi, donni otib berishga xizmat qiladi. Voy, mashallah. Bo'ldi. Kimlardir bor, buni ichiga masalan lata tiqib qo'yib turganlar bor. To's qo'yadigan, u xato. Sababi havo kirmasa, don ichida aylanaveradi. Bu ochiq turishi kerak, xudo xolasa. Ana, men ham nima ekan bu deyotgandim. Ha, bu havo so'radi. Teshigini o'sha kuchlanishiga qarab keragicha ochiladi. Keragidan oshiq ochsangiz bo'lmaydi. Shu me'yorda ochiladi. Baraka topinglar, zo'r. Almashtirish mana qulay variantda. Ha, juda ham, ha? Ochasiz. Yon boshlatasiz. Setga qo'yaverasiz, xohlaganingizdan qilib. Pichoqlarni ko'rib turibsiz. O'n qarang.
Qani pichoqlarni. Pichoqlari Hoji akam qachon aytsam berib yuboradi. Nari fermamizga ham qo'yganmiz-da. Ha, Hali kattalaridan. katta fermaga. O'zimiz hali kasr kapasiga o'tiradi. Shunaqa, bu ham молотковый, ham segment aralash qilingan. Zo'r ekan, zo'r ekan. Donga ham xashakka ham hozirgi kunda 40gani ideal variantda. Qarang, mayinligini, sheraka mana. Donni ham xashakda ham xohlagan razmeringizda maydalasangiz Bu endi yirik ekan. Bu yana ham mayda. Yo'q, o'zicha maydalash shart emas. Mana shu yaxshi. Ha, hazm qilishi zo'r bo'ladi. Mayda bo'lsa ham ha, zo'r. Baraka topinglar. Shunaqa, agar bundan ham yirikroq deyiladigan bo'lsa, setkasini yana ham olib tashaladi. Molga razmer chiqaveradi. Masalan, ko'pchilik buni molga mayin deyishyapti-da. Ha. Setkasini to'liq olib tashasa? tashlaysiz, ham tezlik ham ortadi, ham razmeri sal yiriklashadi. Bu endi Malibu Turbo. Malibu Turbo olib bersin menga bitta. Iloyim buni foydasi. Xudo xolasa. Alloh semirtirib. Setkasi bormi hozir? Ha, bu hozir setkasi bor. Don ham xashak ham aytaylik, hurmatli obunachilar, hamma imkoniyatlari bor, universal. Inshaalloh. Setkami bu? Ha, bu setka. Xo'p. Setka almashtirib turganda, hurmatli obunachilar, har doim tokdan sug'ilgan bo'lishi kerak. Endi hamma brendini Xavfsizlik qoidalariga amal qilgan. Setka mana shu holatda mana shu yerdan chiqadi. Masalan, kerakli foydali ma'lumot. Tepaga tortsangiz chiqadi. Hali biz yem tayyorlashlar Ishlatilayotgan turganda bu kabel vitaminlarni qo'shib kalta bo'lishi kerak, hurmatli obunachilar. Mana shu kabel iloji boricha kalta bo'lishi kerak. Sababi ha, ko'k ispaniyani bo'lmaydi. Patera bo'lmasligi uchun. Bo'ldi, tushundim. Shunaqa holatda ishlatiladi. Uni asaldagan hozir bizga bunday qilamizda uka, mana qarang. Biz hozir bu yer to'samiz gipsokartonda. Buni kirgizib qo'yamiz, changi shuni ichida qoladi. Zo'r bo'ladi. Og'ziga yarasha qilib teshik ochib. Shu ichiga tushaveradi. Changi chiqmaydi. Mayta stashka qilib quyib qo'yamiz, hali o't shipir olaveradigan qilib, ukulon qilib. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Hali video qilib chiqarib tashlaymiz. Xudo xolasa, yoqdimi aka? Yoqdi. Baraka toping iloyim ekan. Bundan baraka topinglar. Ferbangizga bu apparat kichkina bo'lib qolsin, kattaroq olib beraylik. Kattalarni olganman, 4 ta olganmiz. Yo'q, bu ferbaga. Işte bu Hoji aka Malibu 2 yangi chiqqan degdi, qiziqdimda mana. Xudo xolasa. Baraka toping. Hurmatli obunachilar, shunaqa gaplar. Inshaalloh hozir bu qisqacha ma'lumot berdik qo'y boqish haqida. Keyinroq video ham kutib qolinglar, chiqadi inshaalloh. Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqa qo'ylardan 1000 talab bo'lib ketsin. Hammamiz topganimizga Alloh baraka bersin. Rahmat.